Assalomu alaykum. Mana kechki salom hammaga. Pardamizni bitirdik. Xudoga shukr. Ilib oldik. Mana suv chiqdi, chiroyli chiqdi. Yana bir taxlab qo'yamiz. Xudo xolasa bo'ladi. Mana fasonchiklarim. Qaranglar, qanaqa nejniy. Mana vellur materialimiz, bular dojdik. Mana karnizimiz, yangi chiqqan karnizdan. Mana xudo xolasa gilamini endi olib kelishadi. Chunki gilam bu yerga yashil bo'lib turibdi, shunga boshqa olamiz deyishdi. Xudo xolasa hammasi to'lsa zo'r bo'ladi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Yaxshi kuni ko'p bo'lsin. Mana